Assalomu alaykum qo'yish quvozlari, chorva ishquvozlari mana bunaqangi Qirg'izistonda tiniq bo'ladigan qo'ziqo'sh qarish quvozlari akalar, go'zallaridan, zo'rlaridan 11 bosh. Zo'rlaridan kelgan akalar, puli yengil 5 million, 5,5 million, 6 million chiqarib, puli yengilidan chiqargan degan ko'klarga maxsus video bo'ladi akalar. Xudo xolasa yemlab maza qilib boqadigan. Oddiy 3 oy, 2 oylik barra qo'zi ham 3,5 million, 4 million bo'layotganda men sizlarga xudo xolasa eski variantdagi 8 oy, 9 oylik atrofidagi bo'ladigan to'qli qo'chqorlarning narxini bomba qilamiz xudo xolasa akalar bugun. Mana soni 11 bosh, bo'ylari akalar 75 plus minusda. Yoshlari 8-9 oylik atrofida, gazlari uzun bo'ladigan chiroyli Qirg'izistonda talasdan yetib kelgan qo'ziqo'shqorlarimiz. Tiniqlariga kelgan. Olib chiroyli baraka topadiganlar akalar. Bularda akalar aytganimdek narxi 5 million pasida. Bir kishi maza qilib oladigan narxi. Qo'zlarning yuzlari o'ta tiniq. Sog'lom, yedishtilari hamma tomonlama sinovdan o'tgan, bir hafta 10 kunga yana sizlarga sinovini beramiz. Behijolat aloqaga chiqib ishtirok etaverasizlar akalar. Qo'zlar, xudo xolasa zo'r hammasi. Bitta ikkita tanlab olganga kelishamiz. Optin bir joyda bo'lsa dangali 4 million 500 ming so'mdan yetkazib beramiz akalar. Xudo xolasa. Tiniqlar. Aloqaga chiqasiz, xudo xolasa akalar 24/7 aloqada. 4 million 500 ming so'mdan akalar. Zo'rlar.